WhatsApp obunachilar nima gap? Assalomu alaykum. Do'stlar, skenimga e'tibor beringlar. Bugun sizlar bilan birga mana shu pashta 10 ta TNTdan yana hali ko'prog'ilar bor. Mana inventarda. Hammasini portlatib sinab ko'ramiz. Qani bo'lmasa sizlar bittalak boshlaring, keyin boshlaymiz. Qani biz ketdik. Sizlar birinchi TNTni portlatib ko'ramiz. Sizlar bundan ko'ra mana shu yo'lda portlatib ko'ramiz birinchi TNT. So'ragana. Birinchi TNTni portlatib ko'ramiz. Muzlik o'xshayapti TNT. Qani qani portlasin, portla. Yo. Ha, tushundim bu TNTni. Bironta hayvon kerak bizga. Hayvon men topdim. Shu qo'ylarni oldida portlatsak, shunda qo'ylar muzlab qolish kerak. Ha, mana muzlab qoldi qo'y, ko'ryapsizlar-ku. Bu TNT muz TNT ekan. Hayvonlar muzlatib qo'yadi. Yaxshi zo'r TNT ekan, ha. Ikkinchi TNT qani ko'ramiz. U ichida lavalar bilan zo'r TNT. Qani portlasin, qani. Sal uzoqlashamiz. Mana shu normalli mana. Hamma joy lava bostirar. Endi bu-chi. O'zga sayrilgan kiymasiga ham o'xshab ketarkan do'stlar. Ha, tushundim buni nima berganini. Bulutli effekt bergan. Ha, bu o'rtacha. O'sha gigant. O'sha gigant TNTni portlatib ko'ramiz. Qani. Portlay qol. Nima bo'ldi hozir? Tikmoq qotyapti. Nimadir bo'ldi hozir. Voy dod. Bu endi gigantligiga yarasha zo'ragan. Shuncha joy qaranglar do'stlar. Endi keyingi TNTni ko'ramiz. Keyingisi mana shu TNT bo'ladi. Qolganlarni buni bu yoqqa, buni bu yoqqa qo'yamiz. Voy uzr. Qara. Raqsga tushadigan ekan, ha. Da o'ynaylar do'stlar. Avvalda o'chirdik. Bu TNT qanaqa ekan? Xuddi bu bunkerdagi TNTga o'xshab ham ketar ekan do'stlar. Ana. Nima dedim mana? O't qolib ketdi havoda. Zo'r TNT ekan bu ham. Endi keyingi TNTni sinab ko'ramiz. Chaqmoq turibdi. Qani ko'ramiz. Mana bitta tarafi chaqmoq. Qochamiz. Uzoqroq turamiz. Tekislaydigani. Bo'ldi, biza bir tushundik, tekislab beradi. Undan keyingi TNTni ko'ramiz. Mana shu. Juda ham zo'rga o'xshayapti. Yer zilzila bo'ldi. Nima bo'lyapti? Qanday belgi bu menimcha. Bilmadik. Keyingi TNTni ko'ramiz. Bo'lar tugadi. Endi keyingi qator. Qorani oxiriga olib qo'yamiz. Aptichkaga o'xshab ketar ekan, ha. Yo,
bildim. Qishloqda zaharli tutun tarqaldi. Modiga ham zo'r ekan. Keyingisi bu creeperli ekan. Yo, creeperdan zo'r portlar ekan. Shunisi ham bo'ldi. Havoda portlar ekanda u. Vardinni kuchi ekan bildik. Keyingisi hamma bilgandek bu Nezerdagi o'sha Nezerga o'xshab yondi hamma joy. Keyin TNT. Voy, nima bo'lyapti? Voy do'stlar. Qayerga ketyapti ekan bu? Qayerga ketyapti? Ketaversin. Bizga nima hozircha? Yo, mana bu nima? Shuni chiroyli g'orlar chiqyapti. Yaxshi. Keyin yana bitta gigant. Gigant TNT'lardan yana bitta biri. Uni ham ko'ramiz portlashini. Oo! Bu juda zo'r portlar ekan, do'stlar. Endi bunisi. Oo, nima bo'lyapti? Darajali TNT ekan, zo'r ekan, ha? Darajali kelib qoladi. Turib tursin bu. Oxirdagi qora TNTni ko'ramiz. Uzr do'stlar. Qora TNTni ko'ramiz. Nima bu? Do'stlar, sizlar bilan o'sha uzr do'stlar, noto'g'ri qoldi. To'xtang, koinotni oxirigacha yetib borish kerak edi. Afsus, boshqa joyda. Endi mana shu. Qora tuynik mana. Qora tuynik haqiqiy. Sizlar bilan o'sha o'zi Minecraft va biza qora tuynik oxirgisi. Bu ham zo'r ekan, ha. Shundan ko'p bo'lib hammasi bitirib bo'lsa nima bo'ladi?